Ana bilaman, siz ham bunaqa texnikani anchadan beri qidirib yuribsiz. Qo'pol qilib aytganda har qanday teshikka kirib chiqa oladigan texnika haqida. Ya'ni Helidan 1,5 tonnalik avtokari haqida gaplashamiz. Ushbu avtokaramiz Heli oilasining eng ixcham avtokarlaridan biri hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, deyarli joyda aylanish qobiliyatiga ega. 1,5 tonna yukni 4,5 metr balandlikkacha ko'tara oladi. Avtomat korobka hamda bokovoy mashinalari mavjud. Kichkina demang bizni, ko'tarib uramiz sizni degan maqol aynan mana shu avtokaraga aytilgan. O'zi kichkina bo'lgani bilan ancha-muncha katta ishlarni qilib qo'yadi. Ko'rib turganinglardek, konteynerli vagonli rejimlari ham mavjud. Kapotning ostki qismida esa 30 kW 2600 оборотga ega bo'lgan Sinchay 485 motori joylashtirilgan. Xullas kalom, full komplektatsiyadagi Heli avtokarasi. O'zingiz ham minib ko'rishni istaysizmi? Hoziroq rasmiy showroomimizga tashrif buyuring. Batafsil ma'lumot olish uchun biz bilan bog'laning.